Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolasa bugun bir qator mashinalarimizni sizlarga obzor etib, tushuntirib berib o'tamiz. Arzon, qimmat, bir ham boshdan ko'rsatib berib o'tamiz. Adreslarni tushuntiradigan bo'lsak, Xiva vokzalining orqa tarafi, banimiz Hazaris Yangiariq yo'li. Sevinch to'yxonaning to'g'risida bir ham boshdan obzor etib berib o'tamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangizlar, abone bo'lib, like bosib qo'yasizlar do'stlar. Bizda avtokredit, naqd pul, barter variantlarimiz bor. Mashina 200 da chiroyli narxda sotib olamiz. Agar biz bilan kelishmaydigan bo'lsangiz, ishida qo'yib ajoyib narxda sotib beramiz do'stlar. Bir ham boshdan obzor etib berib o'tamiz do'stlar. Kamchilik bo'lsa kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qo'yinglar. Tak, 2008-yil ishlab chiqarilgan Matiz kraskasi bir qator ishlangan. Poliks, chexol, polik ham narsasi bor do'stlar. Tayyor, rasxodi yo'q. 509 ming kilometr yurgan metan gaz balon ustanib bo'lgan chexol, pol hamma narsasi bor. Balonlarning sostanasi normalniy. Bahasi 30 million so'm aytilib turibdi. Ustida ozgina kelishib beradiganlari bor. Qisqali obzor etib berib o'tamiz do'stlar. Video cho'zilib ketsa, internetga qo'yish cho'zilib ketadi. 2010-yil ishlab chiqarilgan 222 ming kilometr yurgan kraskasi mayda-chuyda bir qator ishlangan. Prostoy, chexol, polik bor. Metan gaz balon ustanib bo'lgan. Bahasi 30 million so'm bor. Ustida ozgina kelishib beradiganlari bor. 2005-yil ishlab chiqarilgan metan gaz balon ustanib bo'lgan 237 ming kilometr yurgan kraskasi bir qator asojit bo'lgan. Prostoy, o'zini zavod chexollarida turibdi. Metan gaz balon ustanib bo'lgan. Bahasi 28 million so'm aytilib turibdi. Ustida yana kelishib olaverasizlar. Baholar hamma şey yozilgan baho bo'laveradi do'stlar. Ustuna kelib savdolashib, egalardan kelib turgan mashina bor, savdolashib kelishib olaverasizlar. Bu yerda yozilib turgan baho bo'laveradi. Tak, 2014-yil ishlab chiqarilgan Matiz 93 ming kilometr yurgan, bo'sh balonlar qo'yilgan toza. Prostoy, o'zini zavod chexollarida metan ustanovka bo'lgan. Sostanasi yaxshi mashina. Qalaylari ishlangan. Bahasi 36 million so'm aytilib turibdi. Ustida yana ozgina savdolashib olaverasizlar. Bu anda Nexia 3 avtomobili 2019-yil ishlab chiqarilgan metan gaz balon ustanib bo'lgan 64 ming kilometr yurgan kraskasi Radnoy. Metan ustanib bo'lgan balonlarning sostanasi ham yaxshi. O'zini zavod chexollarida turibdi do'stlar. Ko'p yurmagan. Zo'r sostanada. Tak, bahasi 105 million so'm aytilib turibdi. Egalardan kelib turgan mashinamiz. Bu anda Gentra 2019-yil metan gaz balon ustanib bo'lgan 153 ming kilometr yurgan. Kraskasi bir krelni teyinda bor ozgina, boshqa Radnoy mashina. Konditsioner hamma narsasi bor. Chexollar zo'ridan qo'yilgan, polik, metan gaz balon ustanib bo'lgan. Rasxod yo'q, tayyor. Balonlarning sostanasi ham yaxshi. Bahasi 120 million so'm aytilib turibdi. Ustida savdolashib olaverasizlar do'stlar. 19-yil. 2019-yil ishlab chiqarilgan Spark benzinda 108 ming kilometr yurgan kraskasi Radnoy. Bahasi 95 million so'm do'stlar. Tiko 2099-yil ishlab chiqarilgan benzinda 186 ming kilometr yurgan. Zanglar ishlangan ko'p yeri Radnoy mashina. Bahasi 15 million so'm. Yana ustunda savdolashib kelishib olsangizlar bo'ladi. Balonlar toza qo'yilgan. Qimmat chexollardan qo'yilgan do'stlar. Benzinda turibdi mashinamiz. Bahasi 15 million so'm kelishib beriladi ustunda. Bu anda yana bir Tiko'miz 2002-yil ishlab chiqarilgan benzinda 155 ming kilometr yurgan. Kraska bir qator ishlangan. Chotki sostanada lekin rasxod yo'q. Tayyor, kimga tayyor Tiko kerak bo'lsa, aloqa qilasiz. Bo'sh balonlar qo'yilgan. Chexol, polik hamma narsasi bor, akkuratniy. Bahasi 25 million so'm aytilib turibdi.
Üstünde yine geliş basazlar bo'ladi. Bu anda 08 mashinamiz bor. 93 yil ishlab chiqarilgan 500 ming kilometr yurgan, bahası 13 milyon so'm do'stlar. Metan gaz ballon ustanib yo'g'an, motor toza remontdan chiqqan, umuman rasxoti yo'q. 4 tane yumshoq balon qo'yilgan tozasidan. Tak, banda 19 yil Damas 171 ming kilometr yurgan, metan gaz ballon ustanib yo'g'an, kreskasi Radnoy. Cho'tko'lik turibdi mashina. Chexol, polik, hamma narsasi bor. Patologlar ham döşelyapti. Rasxoti yo'q. 171 ming yurgan, metan ustanib yo'g'an. Umuman cho'tki holatda mashina. Bahası 62 milyon so'm aytilishi, üstünde savdolashib olaverasiz do'stlar. Tak, 2023 yil ishlab chiqarilgan, benzinda 10 ming kilometr yurgan, kreskasi Radnoy, 12 lik bo'sh palonlar qo'yilgan. Üzerine salafam paketlerinde döktüler. Bahası 88 milyon so'm do'stlar. Ee, 2023 yil ishlab chiqarilgan, metan ustanib bo'lgan, 48 ming kilometr yurgan, kreskasi Radnoy, chexol poliki bor do'stlar. Patologlar ham döşelgan, oyakda hamma narsasi tayyor. 48 ming kilometr yurgan, Magicar pultlar qo'yilgan, ustanib bo'lgan. Bahası 78 milyon so'm. Avtokreditda 8 milyon so'm bilan avtokreditda chiqarib beramiz do'stlar. Oylik to'lov 2 milyon 800 dan to'g'ri kelib boradi. 2020 yil ishlab chiqarilgan, metan gaz ballon ustanib qo'ygan, 185 ming kilometr yurgan, kreskasi mayda judasi bor. Chexol polik ham narsasi bor do'stlar. Bahası 55 milyon so'm aytilib turibdi. Üstünde yana ozgina kelishadi o'yinlari bor do'stlar. Banda tak 2019 yil ishlab chiqarilgan, metan ustanib qo'ygan, 135 ming kilometr yurgan, kreskasi mayda judasi bor. Boshqa yeri absolut Radnoy. Chexol polik patologlarda döşelgan. Metan ustanib bo'lgan. İdeal sistemde maşinamiz. Bahasına keladigan bo'lsak, bahası 55 milyon so'm. 13 lik bo'sh palonlar ham qo'yilgan. Zo'r bo'lib turibdi mashina. Bandagi Nexia bir so'rab beraylik uchun 2008 yil ishlab chiqarilgan, 218 ming kilometr yurgan, metan ustanib bo'lgan, kreska mayda juda ishlangan. Bo'sh palonlar qo'yilgan. Bahası 30 milyon so'm. Üstünde savdolashib pasazlar bo'ladi yana. Lüks. Bahası 30 milyon so'm. Nexia 2 2009 yil ishlab chiqarilgan, metan gaz ballon ustanib qo'ygan, 203 ming yurgan, bahası 41 milyon so'm. Kraska bir qator sujdogan, Sonus gibrid. Chexol polik ham narsasi bor, tayyor. O'rindan ish kerak mashina. Bahası 41 milyon so'm do'stlar. Bu anda yana bir Nexia 2'miz 2011 yil ishlab chiqarilgan, metan gaz ballon ustanib qo'ygan, 248 ming kilometr yurgan, kreskasi qalaylari ishlangan, boshqa yeri Radnoy mashina. Bahası 45 milyon so'm do'stlar. Pol lüks. 1.6 donus. Tak 2015 yil ishlab chiqarilgan, metan ustanib qo'ygan, Sonus gibrid 114 ming kilometr yurgan, pol lüks, chexol polik hamma narsasi bor do'stlar. Metan ustanib qo'ygan. Bahası 62 milyon so'm. Nexia 2 2015 yil zo'r baho. Bu anda 08'imiz bor. 91 yil ishlab chiqarilgan, propanda bahası 8,5 milyon so'm. Saka diskalar qo'yilgan. Sostanasi yaxshi mashina. Bahası 8,5 milyon so'm.
Bu anda yine bir Nexia 2012 yıl ishlab chiqarilgan metan gaz balonu ustanib qo'ygan 132 ming kilometr yurgan. Kraskasi qalaylarında ishlangan, boshqa yeri radnoy mashina. Bizimiz Askoy chexollarni o'tdi. Bahası 60 milyon so'm. Üstünde yine savdalash basanızda bo'ladi. Egeleden gelib turgan mashinamiz. Bu anda arzon Tiko Carabrielli uchun 97 yil ishlab chiqarilgan benzinda 487 ming kilometr yurgan. Kraska bir qator ishlangan. Bahası 12 milyon so'm. Keyin bu anda Damazlar var. Damazlarning bir qator. ...2009 yıl ishlab chiqarilgan metan gaz balonu ustanib qo'ygan 474 ming kilometr yurgan. Bahası 30 milyon so'm do'stlar. Tak 1996 yıl ishlab chiqarilgan metan gaz balonu ustanib qo'ygan kraskasi bir qator ishlangan. Mayda chuyda ishini zanglari chiqib turibdi, lekin motor korobka zadnimosi zo'r. Chexol polik hamma narsasi bor. Patologlarim bo'shalgan. Bahası 23 milyon so'm aytilib turibdi. Üstünde yine ozgina gelishib beradi o'yinlari bor. 99 yıl ishlab chiqarilgan metan ustanib qo'ygan 221 ming kilometr yurgan. Bahası 25 milyon so'm, motor korobka zadnimosi zo'r. Yana bir Damas birimiz 2003 yıl ishlab chiqarilgan metan ustanib qo'ygan 409 ming kilometr yurgan. Bosh 12lik balolar qo'yilgan. Sastanesi zo'r mashina. Bahası 30 milyon so'm aytilib turibdi. Üstünde yine gelişib beradi o'yinlar bor. Mashinalarimiz Xiva avtosavdo 707 turadi. Ekrandan o'yinlar qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqarasiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz like bosib, podpishkada o'tirasizlar do'stlar.